Türkistanlı qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika hukumatidan Erkin Osiyo radiosini o'z ichiga olgan Amerika Yer shari axborot agentligining ba'zi tarkiblarini elib tashlash va tanqidlashni talab qildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 2 aprel kuni axborot e'lon qilib, Sharq Turkiston Uyg'ur muajiratida yangi tarafsiz Uyg'urlarning haqiqiy tuyg'usi, arzu-armonlarini aks ettiradigan Uyg'ur tili axborot supsini qurib chiqishni talab qilib, mundaq dedi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limi garchi cheklangan axborot muhiti sababidan anglatish, tashviq qilish maqsadi bilan qurilgan bo'lsa-mu, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uningga bog'lanishliq o'rinlardagi shaxslar tomonidan monopol qilingan bo'lib, tahrirlik ishlariga hokimlik qilish vaziyati ostida qolgan. Natijada Sharq Turkiston surgundi hukumatini o'z ichiga olgan Sharq Turkistonning mustaqilligini tashabbus qilg'uchi tashkilotlarning faoliyatlari, ko'z qarashlari, armonlari buning sirtida qolgan. Bir taraflımlik, tahrirlik va monopollik Erkin Osiyo radiosining qurilish prinsiplariga xilof bo'lib, Amerika jamoatchiligi va xalqaro jamiyatning Sharq Turkiston xalqining qonunliq siyosiy arzusini to'g'ri tushunishini rad qilib, Amerika mablag' solgan taratqularning fikr erkinligi va ko'p xilligini ilgari surish vazifasiga buzg'unchilik qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mamtuminali apandi Amerika tarafidan mablag' silingan axborot vositalari har qanday bir guruhning og'zini aks ettirmasligi kerak. Erkin Osiyo radiosining mustaqillikni qo'llaydigan ovozlarni cheklashi tarafsiz axborotchilik prinsipiga xilof bo'lib qolmay, jamiyatimizdagi siyosiy reallikni xato holda vakillik qildi dedi. 2024 yılı 25 may günü Sharq Turkiston Uyg'ur muhojirati Amerika Yer shari axborot agentligi va Erkin Osiyo radiosi rahbarligiga maktub yo'llab, bir taraflımlik tahrirlash, manfaat to'qinish, saviyasiz qilmish, uzundan buyon faqat birla ko'z qarashning tarqilishiga munosabatlik andishlarni o'ttirg'a qo'ydi. Erkin Osiyo radiosini tekshiruvchi xodimlar va parlamentning munosabatlik ish bajarish ishxonalari bilan keyingi qatimdagi uchrashishlarga qaramay hech qanday amaliy tadbir qo'llanilmadi. Erkin Osiyo radiosining marka ahdnomasi to'g'risida qo'shimcha andishlar o'ttirg'a qo'yildi. Boshqa bo'limlar davlat yoki rayon tarafidan Vyetnam, Tibet yoki Xitoy degandek turlarga ayrilgan bo'lsa, Sharq Turkiston bo'ligi millatning ismi bo'yicha Uyg'ur deb etnik kimlik bilan ayrildi. Mantiqidan texmo halqib ketgan tuturuqsizlikning bir tarafi Uyg'urlarning farqli davlat va milliy kimlikka ega ekanligini ifodalamay, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning Xitoy ichidagi oz sonliq millat ekanligi to'g'risidagi to'qilma hikoyani kuchaytdi. Erkin Osiyo radiosi Sharq Turkiston degan nomdan o'zini qochirib, ishg'ol ostidagi bir millatning yo'qilishiga tuhfa qo'shdi. Uyg'ur tilidagi bir axborot supisi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikni to'g'ri bir shaklda doklad qilib, Xitoyning xato tashviqotlariga qarshi turishda bek muhim rol o'ynaydi. Xalqaro jamiyat faktlar bilan ta'minlangan bostirishning nishonlarining ovozini yuksaltadigan tarafsiz bir media bo'lmaganda, krizisning haqiqatini yushirgan saxta bayonlarga ishinib qoladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati bo'lish sifatimiz bilan Amerika hukumatini yangi siyosiy monopoldan xoli Sharq Turkiston ovozini voyaga yetkazib anglata oladigan mustaqil Uyg'ur tili media supsini barliqqa keltirishga chaqiriq qilamiz. Bu taklif loyihasi ochiq-oshkora tarafsiz maslahatchilar komitetini o'z ichiga elishi, Amerika bosh topshiruvchilarning moliya mas'uliyatiga kafolatlik qilishi, shuning bilan bir vaqtda tahrirning tarafsizligi, axborot kasbi va uzun muddatlik ishonchlilikni ilgari surishi kerak. Sharq Turkiston surgundi parlamentining bayonotchisi Yarmamat Boratjon apandi, biz bir anglitishning o'rniga yana bir anglitishni dasitishni xohlamaymiz. Faqat anglitishni kontrol qilishning tamoman oxirlashishini xohlaymiz. Buning chetga qiqish bilan aloqasi yo'q. Cheklama qo'yishni oxirlashtirishni, xalqimizga to'solg'isiz so'z haqqi berishni talab qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati, parlament, Amerika organlari va o'tkinchi bosqichni nazorat qilganlarni o'z ichiga olgan axborot islohot rahbarlari bilan hamkorlashib, axborotchilik, demokratik mas'uliyat va fikr qilish erkinligining eng yuqori o'lchamlarini aks ettiradigan yangi bir axborot supsining qurilishini qo'llash uchun tirishchanlik ko'rsatishga har vaqt tayyor. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandining Sharq Turkistonning o'tmishi va hozirgi ahvoli, Sharq Turkiston qiyinchiligining sabablari va uning keltiradigan ziyonlari, qiyinchilikni hal qilishning chorasini bayon qilgan davomlashayotgan Uyg'ur qirg'inchiligining yildizi mustamlika nomli maqolasi 28 mart kuni Xalqaro munosabatlar xabar to'rida e'lon qilindi.
Maqolada 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiylikda chekidan oshgan irqiy qirg'inchilik usullari. Bu vahshiyliklarni Amerika boshliq G'arbdagi ba'zi davlat hukumatlari va parlamentlarining irqiy qirg'inchilik, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining ig'ir inson haqlari dafsanchiligi deb ta'bir berganligini, hamma tarafning buni yolg'iz inson haqlari dafsanchiligi, hokimiyatning chekidan oshganligi deb qarab, vahshiy irqiy qirg'inchilikning asli sababining xiralashtirilganligini, qirg'inchilikning sababining mustamlikachilik krizisi ekanligi, bu isloh qilishni emas, balki oxirlashtirishni talab qiladiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz egallab olishi va davomli mustamlaka qilishini oxirlashtirganda irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirg'ili bo'ladiganligini, Sharq Turkistonning 1759-yildan buyangi mustamlaka qilinish tarixi, Xitoyning ishg'oliyatiga qarshi qo'zg'algan inqiloblar, Sharq Turkistonning qayta mustaqilligini qo'lga keltirishi, 1884-yili Beyjingning bu davlatga Xinjiang degan nomni berganligi, keyingi 1933-yili va 1944-yildagi ikki qatimliq jumuriyatning e'lon qilinishi, 1949-yili Xitoy Kompartiyasi hokimiyat beshiga chiqib olgandan keyin Xalq ozodlik armiyasi Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Sharq Turkistonga besib kirganligi, Xitoy Xalq ozodlik armiyasi tinch yo'l bilan ozod qilishni bahona qilib, Sharq Turkistonning egilik huquqini buzg'unchilikqa uchirtib, hozirgacha davom qilayotgan mustamlikachi hokimiyatni yo'lga qo'yganligini, shuningdek keyin Beyjing Sharq Turkistonning milliy kimligini yo'qotish va Xitoy millatini markaz qilgan davlat qurishni maqsad qilgan uzun muddatlik strategiyasini yo'lga qo'yganligini, buni Osmon-Osiyo deyishning yenilik qiladiganligini, Xitoyning bu qilmishining Sharq Turkiston davlatini yo'qotish, Sharq Turkistonning demografik qurilmasini o'zgartirish hisoblanadiganligi, Xitoyning bu qilmishi siyosiy bostirishdan halqib, Sharq Turkiston millatini jismoniy, kultur va psixika jihatdan yo'qotish uchun to'liq tirishchanlik ko'rsatishda qo'llangan usullarini, bu qilmishlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasida o'ttirg'a qo'yilgan irqiy qirg'inchilikning o'lchamiga mos keladiganligini, Sharq Turkistonning Beyjingning dunyoga yayilish orzusida yo'lga qo'ygan bir balvoq bir yo'l qurilishidagi strategik halqa ekanligi, Xitoyning g'arb va shimoldan keladigan tahdidlardan qo'g'dashda muhim rol o'ynaydiganligi, Sharq Turkistonni ishg'ol qilishning Xitoyning rayon jo'g'rafiyasidagi siyosiy xirislarni ilgari surishda qo'llangan muhim ul asliyalarni kontrol qilishda, O'rta Osiyoga kirish va keng mustamlikachilik sistemasining muqimligida muhim ahamiyatga ega ekanligini, Sharq Turkistonning yo'qotilishi ichki bexatarlik bilan munosabatlik bo'lmasdan, Xitoy imperiyasining mustahkamlanishi va kengayishi bilan munosabatlik ekanligini, Uyg'ur qirg'inchiligining Xitoyning hukmronlik andisigacha yiltiz tortganligini, xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonni Xitoyning ichki ishi deb qarashining xalqaroning irqiy qirg'inchilikni to'xtata olmasligidagi sabab ekanligini, rahbarlar bu masalani faqat kishilik huquq yoki diniy bostirishning biri sifatida o'tirg'a qo'yish orqali yadroliq haqiqatni xiralashtirganligini, Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini, Uyg'urlarning osonliq millat to'pi bo'lmasdan muasirda qolgan millat ekanligini, Uyg'ur qirg'inchiligini hal qilishning dunyoviy tafakkur burilishi hosil qilishni talab qiladiganligini, ya'ni Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish kerakligini, xalqning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining xalqaro qonunda muayyanlashtirilishi, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasi, xalqaro fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasi, shundoqla boshqa qonun hujjatlarining xalqning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini muayyanlashtirishi kerakligini bayon qildi. Millat va yurt vatan davosini hal qilish o'rniga o'zaro bo'g'ishishlar, partiya yoki guruh propagandalarini bozorga selishlarmi bizcha bo'lganda ma'naviy asoratdir. Ajaba biz kim uchun millatni va xalqni qurbon qilib beryapmiz? Kimlarning manfaati uchun munbarda va'z o'qiyapmiz va kimlarning foydasi uchun millatning ma'naviyatini asir qilib tutib bermoqchi bo'lyapmiz? Oldi bilan bularni o'ylash lozim. Bugun yurtqa va xalqqa xizmat qilman, yurtning va xalqning baxt saodatini ko'zlayman deb o'tirg'i chiqqan har qanday inson bu ulug' yo'lda hech narsaning yuz xotirasini qilmasligi, imkoniyatining yetishicha fidokorlik ko'rsatishi lozim. Mayli eg'zida, mayli ko'nglida bo'lsin, xalq, yurt, vatan deyotgan har qanday bir shaxs bu ulug' yo'lda biror guruhning yoki biror iqlimning doirasida so'linib qolsa, millatning orzusi va tushunchasini nuqta holatida bilmasa, u chog'da xalq boshqa bir yerda qolgan bo'ladi. Xalq deganimiz siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy jihatlardan biror farq kutmagan turlik kasb, turlik jins va turlik maslak iqimidagi to'pliqlardir.
Xalqparvar bo'lishni xohlagan har bir kishi oldi bilan butkul ma'naviyat hamda bir butun mavjudiyati bilan ushbu insonlar to'pining tushanchisini o'zida muhofazat qilganidek, ularning xususiyatlari, ya'ni millatning ma'naviy xosliqlariga ega bo'lishi lozim. Bugungi milliy mujodala mana bu asosda bo'lgandala o'z istiqomatini, ya'ni to'g'ri yo'lini topgan bo'ladi. Bir guruhqa mansub bo'lib, ammo tushunchasi tor bo'lgan va har qanday masalaga biror guruhning hukmi bo'yicha muomala qiladigan bir xalqchi amaliyotda o'zining guruhvoz ekanligini oshkor qilib qo'ygan bo'ladi. Bundaq guruhvozlarning qilgan ish harakati millat va vatan da'vosi emas, shaxsiyat va guruh g'avg'osini tug'dirg'usidir. Xo'sh, bu to'g'rida bizning tutmoqchi va qilmoqchi bo'lganlarimiz millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi? Bu tugunni yeyish uchun shuni esda tutish kerakki, Sharq Turkiston xalqining orzusiga, tushunchasiga va fikr ideyasiga hech qanday bir guruh va hech qanday bir taraf vakillik qila olmaydi. Xalq uchun ishlamoqchi bo'lgan har bir xalqchi amaliyotda mustaqil bo'lgan va mahdud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir taraf yoki iqimning bo'yinturqiga kirib qolgan ushbu ma'naviy manbaning bir mahsuli va ya bir tomchisi bo'la olganda, ondan uning jimi harakati milliy va umumiy bir mohiyatga ega bo'la oladi. Bundaq ahvolda biror guruh, biror sinf yoki biror iqim maslak g'avg'olarining tug'ilishini ko'rishga imkoniyat qolmaydi. Eng oxirida shu muhokama va mulohazani o'tirg'a tashlaymizki, bizning tutib bormoqchi bo'lganimiz millat mujodilasidir. Guruh jidili emas. Hech bir guruh xalqqa vakillik qila olmaydi, chunki xalqning fikri va tushunchasi mahdud emas, balki mustaqildir. Burhan Muhammadning tarjimasidagi millat mujodilasimi yoki guruh jidilimi nomli maqoladan elindi. Manba Erkizdi 252 son 1949 yili 16 mart. Sizga vaqt ayırganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.